Assalomu alaykum aziz futbol ishqibozlari. Bugun Manchester City hamda Nottingham Forest o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tadi. Xo'sh, ushbu o'yinda Abduqodir Husanov maydonga tushadimi? Xo'sh, kuzatamiz, ko'ramiz. Abduqodir Husanov maydonga tushadimi, yo'qmi? O'zbekiston U17 terma jamoasi futbolchisiga Newcastle, Rapid va bir qancha jamoalar qiziqish bildirmoqda. Muhammad Hakimov juda ko'pchilik e'tirof etyapti. Unga Newcastle, Rapid va bir qancha jamoalar qiziqmoqda va u Aslbek Aliyev 2009-yilda tavallud topgan Aliyev to'prar bo'ldi. Hakimov himoyani mustahkam ushladi. Hakimov qanday qilib terma jamoaga kirganini bilasizlarmi? U yaqingacha termada bo'lmagan. Gap shundaki, 2 oy oldin 2009 va 2008-yilgi futbolchilar bir paytda Saudiya Arabistoni yig'inga yo'l oldi. O'sha yig'inda 2008-yillar o'yinni o'ynab bo'lgan, ortidan 2009-yillar o'ynashni ko'zda tutilgan. Uchrashuvlar yonma-yon maydonga o'tkazilgan. Murabbiylar shtabi o'yinni kuzatib turib, Hakimovni payqab qolishgan. Bunga qadar u faqat 2009-yillar termasida to'p tepgan. Odil Ahmedovnikiga o'xshash vaziyat takrorlandi. Ya'ni Hakimov tayanch yarim himoyachi emas, himoyada harakat qildi. Xabaringiz bor, Abrams o'z paytida Ahmedovdan tayanch yarim himoyasida emas, himoyada foydalanib turardi. Hakimovning yutug'i hujumni yaxshi boshlash ko'nikmasi borligida. Shuning uchun ham bemalol markaziy himoyada turib hujum boshlab turadi, dedi Yo'ldoshev. Aziz do'stlar, fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. O'sha U17 terma jamoasidagi Hakimov va Abduqodir Husanov va o'sha jamoada gol urgan Hasanov, o'sha futbolchilarga o'z fikringizni va tilaklaringizni yozib qoldiring do'stlar. Kommentda fikrlaringizni kutib qolamiz.